Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Sizlar bilan biz malaka oshirish davrida sizga taqdim etilgan ma'lumotnomani uzluksiz kasbiy ta'lim elektron platformasiga yuklash va ushbu platforma orqali sertifikatni olish tartibi bilan batafsil tanishib chiqamiz. Ma'lumotnomani yuklash uchun avvalambor siz tizimdan ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz shart. Shundan so'nggina siz ma'lumotnomani yuklash imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin. Buning uchun kirish tugmachasini bosamiz. Ro'yxatdan o'tgan mobil telefon raqamingizni kiritasiz. Kirish parolini, ya'ni tizimga kirish uchun qo'ygan parolingizni kiritasiz. Kirish tugmachasini bosasiz. Hozirda sizga hech qanday kredit taqdim etilmagan, chunki siz offlayn tarzda malaka oshirgansiz. Siz ma'lumotnomangizni yuklasangiz, bu yerdagi kreditlar 18 kreditga yetadi. Keling, ma'lumotnomani yuklash tartibi bilan batafsil tanishib chiqamiz. Mening profilimni tanlaymiz. Mavjud sertifikatlar qismida ma'lumotnomani yuklash uchun qo'shish tugmachasini bosamiz. Ushbu tugmachani bosishdan oldin so'roq belgisini bosib, bu yerda ma'lumotnomadan tashqari ham sizning malaka oshirish sertifikatini olish mumkin bo'lgan muqobil malaka oshirish shakllarini ro'yxatini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak, hozirda bizda malaka oshirganlik to'g'risida ma'lumotnomamiz mavjud. Ushbu ma'lumotnomani yuklash uchun qo'shish tugmachasini bosamiz. Muqobil shakl turini tanlang. Ushbu malaka oshirish to'g'risidagi ma'lumotnomani tanlaymiz va hujjatni yuklash tugmachasini bosamiz. E'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, bu yerda yuklaydigan hujjatlaringizning formatlari ko'rsatib o'tilgan. Ushbu formatdagi hujjatlarni yuklash mumkin bo'ladi. Agar bir nechta hujjat yuklamoqchi bo'lsangiz, ushbu hujjatlarni zip fayl yoki rar fayl ko'rinishiga keltirib yuklash imkoniyati bor. Hozirda demak ma'lumotnomani yuklamoqchimiz, shuning uchun bitta fayl bu. Yuklash tugmachasini bosamiz. Ushbu jarayon qanday qurilmada foydalanishdan qat'iy nazar, mobil telefon yoki kompyuter, planshetda foydalanish qat'iy nazar, yuklash tartibi bir xil ko'rinishda bo'ladi. Yuklash tugmachasini bosamiz va sizning hujjatingiz qayerda joylashganligini topasiz, ya'ni ma'lumotnomangizni. Hozirda men ishchi stoliga joylashtirib qo'yganman. Ishchi stolidan ma'lumotnomani yuklayman va открыть tugmachasini bosaman. Bu yerga sizning ma'lumotnomangiz kelib joylashadi va ko'rib chiqish uchun yuborish tugmachasini bosasiz. Ushbu ma'lumotnoma mas'ullar tomonidan ko'rib chiqish uchun tavsiya etildi. Eslatib o'tamiz, siz ma'lumotnomani yuklashdan oldin o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni to'g'ri kiritgan bo'lishingiz talab etiladi. To'g'ri kiritilgan bo'lishi kerak bu yerdagi shaxsiy ma'lumotlaringiz, chunki ushbu tizim jarayonida sizning ma'lumotlaringiz bilan taqqoslab chiqiladi. Sizning malaka oshirishda o'qiganligingiz va o'qishni tugatganligingiz to'g'risidagi buyruq tegishli ta'lim muassasalari, nodavlat ta'lim muassasasi, hududiy markazlardan olinadi va ushbu buyruq orqali sizning ma'lumotlaringiz tekshiriladi. Kirish buyrug'i va ma'lumotnoma solishtirilib haqqoniy ekanligi tasdiqlangandan so'ng sizga 18 kredit taqdim etiladi va bu kredit sertifikat olishingiz uchun yetarli bo'ladi. Ushbu sertifikatni yuklab olish uchun malaka oshirishni tanlaymiz. Bu yerda sertifikatni yuklab oling tugmachasi turibdi. Ushbu tugmachani bosamiz va elektron tarzda sertifikatimizni yuklab olishimiz mumkin bo'ladi. Sertifikatni yuklab olish tartibi. Sertifikatni yuklab olganingizdan so'ng uni o'zingizning kompyuteringizga yoki mobil telefoningizga ko'chirib olish imkoniyati ham mavjud. Buning uchun skachat tugmachasini bosamiz va kerakli joyini ko'rsatamiz. Misol uchun рабочий стол, сохранить tugmachasini bosamiz. Sertifikat PDF formatda taqdim etiladi. Mana sertifikatni ko'rishingiz mumkin. Buni haqqoniyligini tekshirib ko'rish imkoniyati ham mavjud. Buning uchun siz asosiy oynaga sertifikatni tekshirish oynasiga sertifikat raqamingizni kiritasiz va sertifikatni tekshirish tugmachasini bosamiz. Mana shu sertifikatni haqqoniyligini tizimda ham tekshirib ko'rishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.